Aziz do'stlar, ijtimoiy tarmoqlarda odob-axloqqa qat'iy rioya qilish kerak. Bular bo'lmasga so'kinib, haqorat qilib, sensirash bu odobdan emas. Birinchi navbatda bular uchun tegishli choralar bor. Katta miqdorda jarima to'lanishi yoki 15 sutkagacha qamoq jazosi bor. Shu bir narsalarni ko'rganimda hayron qolaman. Oddiy narsalarga so'kinishni boshlaydi. Masalan, bir fikrni aytgan edim. Turkiy tilda R bilan boshlanuvchi birorta so'z yo'q. Sof turkiy tilda. Endi masalan Rustam, Rashid, Rost, Rasm degan so'zlar hozirgi kunda o'zbek tilida bor, lekin ular turkiy so'zlar emas. Shunga ham so'kinib yozishibdi. Sal farosat degan narsa bo'lsin. Yoki A bilan tugaydigan o'zbekcha ismlar yo'q desam bunga ham. Abdullachi edi. Abdulla emas, Abdulloh. Mirza yo'q, Mirzo. Tilla, Tillo bo'ladi. Asadulloh, Sa'dulloh deganlardek A bilan tugaydigan o'zbekcha ism yo'q deganimga bunga ham. Nima degan gap? Yoki yaqinda bir mantiqiy masalalar bo'yicha video qo'ygan edim. Shunaqangi bir so'kinibdi. Oho! 60 ta atrofida odamni qoraga tiqdim, blokladim. Agar har bir so'kingan, har bir haqorat qilgan odamni sudga berganimda 2 milliard atrofida pulga ega bo'lgan bo'lar edim. Lekin menga birovning burni qonashi hisobiga keladigan daromadning keragi yo'q. Ogohlantirdim. Shunaqangi ijtimoiy tarmoqdagi polvonlardan bittasi shunaqangi bir so'kinibdi. Endi uni el qatori qoraga tiqmadimda, unga javob yozdim. Mana shu yozganlaringizni sudda aytib berasiz deb. 1 daqiqaga qolmasdan o'chirib tashladi, ko'rinmay ketdi. Polvonlik 1 daqiqaga ham yetmadi. Demakki, siz o'zingizni tanimaydigan, bilmaydigan odamni haqorat qilib o'tirmang. 7 dan biri Xizr deydilar. Qayoqdan bilasiz o'sha 7 dan biri mendurman yoki boshqa birovdir. Demak, haqoratli so'zlar yozib, gapirib boshingizga balo oshirmang. Boshga keladigan balo tildan bo'ladi. Tilingni tiy, tishing sinmasdan burun degan naql bor. Shunday ekan, bir-birimizga chiroyli, yaxshi munosabatda bo'laylik. Sog'lom bahs bo'lsin.